Assalomu alaykum muslimalarim, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Oldimga topamiz keldilar hijomaga. Qaysi viloyatdan kelganingizni qaytarib aytsam mayli? Andijondan keldilar. 5-6 soat keldingizlar. Oldimga undan oldin konsultatsiya olgandilar. Alhamdulillah, bugun полностью belingizga, oldingizga, полный tanaga hijoma qildik. Bitta konsultatsiyam. Xo'p, o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Bunaqa hijoma olganmisiz? O'xshattiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men juda ham bir ixlos qilib keldim oldingizga. Allohdan shifo so'rab keldim oldingizga. Organizmni boshidan boshlab oyog'im uchigacha hech ham olmaganman hijomni. Более professionaldan, spesialistdan olmaganman. Bugungi holatim kelganimda juda ham organizm tanam напряженный holatda kelganman. Ko'rdim. Hozir esa yengil, haligi nima deydi? Qushdek yengil deydi-yu, shunaqa yengil bo'ldim. Ko'zlarim ochilib, nima bo'ldi-da? Yaxshi bo'ldingiz-da? Yaxshi holatdaman, Yaxshi bo'ldi. Yaxshi holatdaman. Nihoyatda yengil his qilyapman o'zimni hozir. Mashalloh, lekin haqiqatdan напряженка dedingiz. Keyin hijoma paytida uxlab ham qoldingiz, esingizmi? Kechasi uxlamayotdingiz. Kechasi 1-2 gacha uyqumni topa olmayman. Lekin hijomada uxladingiz. Yoqdimi o'zingizga? Yoqdi, alhamdulillah, tanilar sog'. Og'rimadimi? Yo'q, hech ham og'rimadi. Siz qildik. Sizga hijomani 3 soat qildik. 3 soat qildik. 2:30da mana 2da keldingiz, 2:30da boshlagan bo'lsangiz, mana 6ga tugatdik. Qoniqdingizmi? Qoniqdim. Boshqacha ekanmi hijomam qilish?